Assalomu alaykum azizlar. 11-oktyabr 2025-yil kunidagi mavzuyimizni davom etkazamiz. Azizlar, piyongullarimiz yuvaganimizdan keyin albatta mana shunaqa qo'lga qo'lqop kiyib olamiz. Mana shunaqa vet aptekalarimizda hozir qadoqlarda morgan sopka chiqyapti. Mana shu DCS preparatini ham qo'shishni tavsiya qilib qolamiz. Negaki mana shu piyongul ildizlarida har xil lichinkalar, bakteriyalar bo'ladi. Ana shularni oldini olishda juda ham yaxshi vosita hisoblanadi. Margansovkani miqdorini aytib o'tib ketamiz. 10 grammga 10 litr suv qo'shamiz. DCS ham mana shu 10 litrga qo'shamiz. Ikkita flagonni 10 litr suvga qo'shamiz va eritmamiz tayyor bo'ladi. Suvimiz ya'ni. Endi ko'p xonadonlarda juda ham piyongul ko'chatlari ko'p ekilmaydi. Azizlar, mana shu 10 litr tayyorlangan eritmali suvimiz, margansovkali suvimiz taxminan 10 ta 15 ta piyongulimizni dorlashga yetadi. Tayyorlangan suvini, mana shu tayyorlangan suvini bemalol keyin ekib bo'lganimizdan keyin har bir tubga 1 litrdan quyib qo'ysak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Azizlar, margansovkani tayyorlash jarayonida yaxshilab eritib olishimiz kerak. To'liq erib bo'lgandan keyin parashok bo'ladi o'zi bu. Keyin mana shu piyongul ko'chatlarimizni sekin-asta mana shu ko'miladigan darajada yopilishi kerak, mana shunaqa. Azizlar, endi bu margansovkali dorli suvga solishimizni asosiy sababi mana shu ildizlarida har xil kasalliklar, zamburug' kasalliklari bo'lishi mumkin. Chirish kasalliklari bo'lishi mumkin. Har xil ko'zga ko'rinmas mayda lichinkalar bo'lishi mumkin. Ana shularni oldini olish maqsadida mana shu margansovkali suvga solganimiz yaxshi. Eng kami 2 soat solishimiz kerak. Eng ko'pi 5 soatgacha solinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana shu piyongulimiz to'liq ana shunda tozalanadi kelasi yil uchun juda ham bir yaxshi rivojlanish uchun zamin yaratiladi. Margansovkali suvga solganimizda bu to'liq mana shu suvi ichida turish kerak. Mana shunaqa suv ichida turish kerak. Hozir men sizlarga ko'rsatish uchun prosta bittani ustiga tashab qo'yganmiz. Mana tegidagi nimalarimiz mana suvi ostida turibdi. Mana bu yerda bir 15 ta 20 tacha mana shu yerda ko'chat bor. Hozir solib qo'yganmiz. 5 soatlardan keyin olib buni bo'lib ana shu ekishga tayyorlaymiz.